Nukusda 70 dan ortiq bolalar bepul operatsiya qilindi. Ellikqal'ada yangi maktab foydalanishga topshirildi. Assalomu alaykum. O'tgan haftadagi xabarlarni yoritish maqsadida biz hafta dayjestini boshlaymiz. Joriy yilning 7-aprel kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida jismoniy tarbiya va sport sohasini yangi bosqichga olib chiqish masalalari bo'yicha videoselektor yig'ilishi bo'lib o'tdi. Ta'kidlash joizki, so'nggi 9 yilda 1,5 mingdan ziyod mahallada 1774 ta zamonaviy sport maydonchalari barpo etildi. Hududlarda 200 dan ortiq yirik sport inshooti, 4 mingga yaqin xususiy sport klubi ish boshladi. Sport bilan professional shug'ullanuvchi yoshlar soni 2 barobarga oshdi. Olimpiya terma jamoalari sportchilari 2 barobar, paralimpiya bo'yicha esa 3 barobarga ko'paydi. Birgina o'tgan yilning o'zida sportchilarimiz xalqaro musobaqalarda 452 ta oltin, 418 ta kumush va 501 ta bronza medalni qo'lga kiritdi. Ularning 50 dan ortig'i jahon va Osiyo rekordlarini yangilagani ham qayd etildi. Shuningdek, 9-aprel kuni Prezident Toshkent shahridagi Amir Temur xiyoboniga tashrif buyurdi. Mashhur davlat arbobi sohibqiron Amir Temur haykali poyiga gulchambar qo'ydi hamda yangilangan Temuriylar tarixi davlat muzeyini borib ko'rdi. Shu bilan birga O'zbekistonda Amir Temur tavalludining 690 yilligi munosabati bilan esdalik tangalar va suvenir to'plamlari sotuvga chiqarildi va 1-marta Centrum Air kompaniyasi tomonidan o'z samolyotlaridan biriga Amir Temur nomi berildi. Nukusda kulgi hadya etamiz xayriya aksiyasi doirasida 70 dan ortiq bolalar bepul operatsiya qilindi. Joriy yilning 5-12 aprel kunlari Nukus shahridagi Bolalar milliy tibbiyot markazining Orolbo'yi mintaqasi bolalar kasalliklari bo'yicha tibbiyot klinikasida kulgi inom etamiz, ya'ni Dorim Tabassum xalqaro fondi ishtirokida xayriya aksiyasi o'tkazilmoqda. Dastlab Bolalar milliy tibbiyot markazi mutaxassislari tomonidan 2000 nafardan ortiq o'g'il-qizlar ko'rikdan o'tkazilib, ulardan 270 ta nafardan ortig'i tanlab olindi. Ushbu bolalarning har birida 40 yillik tajribaga ega dunyoga mashhur plastik jarroh Hasanboyev tomonidan tibbiyot ko'riklari amalga oshirildi. Bu bo'yicha to'liq reportajni YouTube kanali orqali ko'rishingiz mumkin. 7-8-aprel kunlari Ellikqal'a tumanida Oqchako'l ilhomlari respublika tanlovining ochilishiga bag'ishlangan tantanali tadbir o'tkazildi. Tanlov yosh shoirlar, yozuvchilar va rassomlar o'rtasida o'tkazildi. Unda Toshkent shahri barcha viloyatlari va Qoraqalpog'iston Respublikasidan jami 42 nafar iqtidorli yoshlar ishtirok etdi va ular vatanga muhabbat, yurtimiz tabiati, boy tarixi va milliy qadriyatlarimizni she'r, nasr va tasviriy san'at orqali badiiy gavdalantirdi. Shuningdek, tumandagi san'at saroyida O'zbekiston she'riyatining eng mashhur namoyandalaridan biri, O'zbekiston davlat madhiyasi muallifi Abdulla Aripov haykali tantanali ravishda ochildi. Tadbirda O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi raisi Sirojiddin Said boshchiligida bir guruh ijodkorlar shoir haqidagi iliq xotiralari yodga olindi. Shu bilan birga festival doirasida Ellikqal'a yangi 75-sonli umumta'lim maktabining tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Ushbu maktab O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qishloq joylarini barqaror rivojlantirish loyihasini amalga oshirishga oid qaror asosida barpo etildi. Umumiy qiymat 9 milliard 900 million so'mni tashkil etadigan ushbu ta'lim maskani 220 o'ringa mo'ljallangan. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xushxabar va yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Kelasi hafta siz uchun ham, biz uchun ham xushxabarlarga to'la bo'lsin. Ko'rishguncha.